Albatta keyingi jangim kamarga. O'zbek boksining legendasi, O'zbekiston iftixori Sherzod akam Husanov bilan suhbat qilamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizni g'alabingiz bilan tabriklayman. Farg'ona! Legendarniy Sherzod! Aka, biz bilishimiz bo'yicha bu raqibingiz bilan 20 yil oldin jang qilgan ekansiz. Bu raqibim bilan Toshkentda 2006-yil Chempionat Respublikasida finalda uchrashganman, yutganman. O'zingiz qilgan jangingizdan mamnun bo'ldingizmi? O'zi 8 raundli bo'yga tayyorgarlik qildik. O'zingiz ko'rganingizdek, birinchi raunddan keyin texnik nokaut bilan g'olib bo'ldim. Shuncha muxlislaringiz qo'llab-quvvatladi. Qanchadan-qancha insonlar oldingizga kelib iliq munosabatlar, tabriklar bildirdi. Ichingizdagi hissiyotlar, ustoz. Juda xursandman. Mana hozirgacha muxlislarim juda ko'p. Shunisidan xursandman. Bo'lar endi yig'ishtirsa bo'lar, yo hali ham jang qilasiz. Hozir bitta taklif tushyapti. Mayda oxirrog'iga titulga ikki bitta jang. Ya'ni jangingiz kamarga bo'lishi mumkin. Albatta keyingi jangim kamarga. Do'stlar, sizlar Sherzod akam Husanovni taniydiganlar juda ko'p. Kommentariyada aktiv bo'lamiz. Keyingi jangga omad tilab, hammamiz Sherzod aka Husanovni podдержка qilamiz. Sherzod aka yana bir bor tabriklaymiz. Tan joningiz sog' bo'lsin aka. Xo'p.